IELTSdan 6,5 ballni qo'lga kiritdim. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Abdullayev Said Ahmad. Men Aljabr maktabi 8-sinf o'quvchisiman. Men IELTS 7 natijaga erishdim. Bu natijaga erishishga menga ota-onam va ustozlarim juda katta hissa qo'shishdi. O'ylaymanki, bu sertifikat menga kelajakda xalqaro universitetlarga kirib va o'qishga yordam beradi. Assalomu alaykum. Men Irisavlatova Jora, Aljabrda 9-sinfda tahsil olaman. Men IELTSdan 6 natijani qo'lga kiritdim va shu o'rinda Matluba Ahrarinaga va ota-onamga katta rahmat aytmoqchiman. Undan esa Muxlisbek ustozga, ularni o'qitgan bilimlariga va mehnatlariga ham katta rahmat. Assalomu alaykum. Men Abduvahhab va Masuma Aljabr maktabining 10-sinf o'quvchisiman va men yaqinda IELTSdan overall 6,5 ballni qo'lga kiritdim. Bu natijaga erishish uchun shunday sharoitlarni yaratib bergan maktabimiz direktori hamda ustozlarim va qo'llab-quvvatlagan ota-onamga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Assalomu alaykum. Men Aljabr maktabining 9-sinf o'quvchisi Abdumanapov Farzonaman. IELTSdan 6,5 natijasini qo'lga kiritdim. Avvalambor bu natijani qo'lga kiritishda menga qo'llab-quvvatlagan Matluba Ahrarinaga, ota-onamga va ustozlarimga minnatdorchiligimni bildiraman. Assalomu alaykum. Men 11-sinf o'quvchisi Bekmurat Vadiana IELTS sertifikatidan 7 natijani qo'lga kiritdim. Avvalambor bu natijani qo'lga kiritishimga o'z hissalarini qo'shgan ustozlarimga, meni har doim qo'llab-quvvatlagan ota-onamga kattakon rahmat aytmoqchiman. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Sazirov Sherzodxon. Men Aljabrda 10-sinf o'quvchiman. Men IELTSdan 6 ball qo'lga kiritdim. Bu natija bilan o'zimizni milliy universitetdagi ingliz tili imtihonsiz kira olamiz va kelajakda bundan yaxshi natijalarga erishamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Tojiboyev Yahyo va men Aljabr maktabida 10-sinf o'quvchisiman. Yaqinda IELTSdan 6 natijaga erishdim va bu natijaga erishishim uchun ustozimning juda katta yordamlari tekkan. Nafaqat ustozim, ota-onam bergan duolari, menga berilgan motivatsiyalar, podдержкалар juda katta yordam bergan. O'ylaymanki, kelajakda bu natija bilan ko'p narsalarga erishishim mumkin. Bilim va kasb kerak.